Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Men Jamshid Muslimov. Telegramga kelgan ba'zi bir savollarga javob berishni boshlayman. Assalomu alaykum deb so'rayaptilar. Olimjon, sizni yaqinda taniganlarga o'zingizni yana to'liq ma'lumot bersangiz menimcha yaxshi bo'lardi deganlar. Xo'p, men Jamshid Muslimov, ijtimoiy tarmoqlarda ancha yillardan beri borman. 10 yilcha ham bo'lib qolsa kerak. O'zbek zamoni ijtimoiy tarmoqlarda, asosan Facebookda, Telegramda o'zimning fikrlarim bilan ulashib turaman. Kasbim iqtisodchi, moliyachiman. Hozir bir Safar Travel degan kompaniyada, turistik kompaniyada rahbar bo'lib, direktor bo'lib ishlayapman. Va ko'plab intervyularim, maqolalarim bor. Kanalimda, Facebookda kirib tanishib chiqishingiz mumkin. Endi keyingi savolga javob bo'ladi. Xo'p, endi keyingi savolga javob. Assalomu alaykum deb salom beryaptilar Zohid. Va alaykum assalom. Hali chetga chiqmadim. Eng birinchi qayerga borishni tavsiya berasiz deb so'rabdilar. Bilasizmi, unchalik juda bir jiddiy ahamiyat bo'lmasa kerak. Chet elga chiqish, qayerga chiqish imkoniyati bo'lsa, chiqib kelishingiz foydadan xoli emas. Agar tanlov bo'ladigan bo'lsa, Turkiyani tavsiya qilaman. Chunki bu yerda juda ham yaxshi ob-havo, juda bir sog'lom iqlim, ovqatlari ham yaxshi, narx-navolar ham juda me'yorda va aholi o'zbek zabon, o'zbeklarga nisbatan ancha loyal deyiladimi? Shu, ya'ni yo'lda mabodo adashib qolsangiz, yo'l ko'rsatib yuborish kerak bo'lsa, har qanday turk fuqarosiga murojaat qilsangiz sizga yo'l ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun tavsiyam Turkiyadan boshlash. Lekin boshqa Turkiya emas, boshqa mamlakatlar tanlovga tushadigan bo'lsa, farqi yo'q. Har qanaqasidan boshlayverishingiz to'g'riroq bo'ladi. Rasul so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Buyuk faylasuflar sarkardalarda ham ichki bolakay bo'lganmi? Psixologiyada har bir odamda ichki bolakay bor deyishadi. Ya'ni bolalarcha xarakter, ojizlik, qo'rquvlar buni ichki bolakayga bog'lashadi. Geminiga shu savolni bersam, Gemini sun'iy intellekt bo'lsa kerak. Geminiga savol bersam, ularda ham bo'lgan va ular bu ichki bolakayni boshqarishni bilishgan deydi. Siz qanday fikrdasiz? The Boys serialini ko'rgan bo'lsangiz, shu haqda ham fikr bildirib ketsangiz yaxshi bo'lardi. The Boys serialini ko'rmaganman. Ichki bolakay degan tushuncha bu zamonaviy psixologiyada bir mashhur bir nazariya, yondashuv desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni har bir inson o'zining bolalik davrida orttirgan xotiralarida mahkam o'rnashib qolgan, xarakterida o'rin egallagan, uning fikrlash, tafakkur yuritish, o'zidan kechinmalar o'tkazish, emotsiyalarni o'tkazish shablonlari, paternlari mana shu bolalikdan shakllanganligi uchun shu ichki bolakay degan nazariyani, yondashuvni ilgari surishadi. Masalan, agar bolaligida yetarli mehr ko'rmagan bo'lsa, bolaligida qaysidir ayb ish uchun qandaydir bir kechirim topmagan bo'lsa va shunga o'xshagan har xil holatlar bo'lsa, bu insonning xotirasida, tafakkurida, uning ongida o'rnashib qoladi va hattoki ong ostida deyishadi. Ong ostidan turib uning keyingi uning fikrlashiga, his-hayajonlariga va xatti-harakatiga ta'sir o'tkazadi va demakki uning hayotida o'zgarishlarga, ya'ni hayoti qaysi yo'ldan ketib qolishiga ham ta'sir o'tkazadi. U yoki bu qiyinchilikga duch kelganda u xayolan yoki mutaxassis psixolog yordamida o'zining mana shu ichki bolakay siymosiga murojaat qilib, bo'ldi seni kechirdim yoki bo'ldi qo'ysiz qilma, seni bolaligingda tashlab qo'yishganida seni men tashlab qo'ymayman degandek qilib o'ziga o'zi murojaat qiladi. Ya'ni bolaga kim kerak? Bolaga parent kerak, ya'ni ota-ona kerak. Mana shu ichki bolakay travmalari, jarohatlari bilan yashayotgan bo'lsa, unga jarohatiga malhamni, eng mukammal malhamni kim bera oladi? Ota-ona bera oladi.
Lekin ota-ona mukammal bir qanaqadir bir inson emas, komil inson emas. Albatta nimalardadir nuqsonli bo'lishi mumkin. Bu tabiiy holat. Bu yerda ota-onani zinhor ayblash kerak emas. Lekin qaysidir jarohatlar, qaysidir bir yopilmay qolgan muammolar qolgan bo'lsa, yana xayolan siz o'sha bolaga ota-ona bo'lgandek bo'lib, shunaqa bir murojaat qilib tinchlantirasiz degandek bir shunaqa yondashuv bor. Albatta bu yondashuv. Buni juda ham nima desamkin absolyut mutlaqlashtirib yuborish kerak emas. Bu biz, to'g'rimi? Biz o'sha bir yaxlit inson bo'lishimiz kerak. Bu haqiqatdan ham bolalikdan orttirgan tajribamiz, jarohatlarimiz, xotiralar, taassurotlarimiz hammasi bu tabiiy holat, tabiiy deb qarash kerak va turli xil psixologik va falsafiy terapiya deymizmi, psixologik terapiya, inson o'zini o'zi ustida ishlash, tafakkurni ustida ishlash uslublari nihoyatda ko'p. Shu uslublardan biriga mana shu ichki bolakayga murojaat qilish uslubi ham mavjud. Bunga shunday qarash kerak deb o'ylayman. Keyingi savol Sohibjon Tursunovdan so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Til falsafasi haqida savolim bor edi. Tafakkur avval paydo bo'lib, til uni ifodalaydimi yoki aksi? Ya'ni til mavjud ma'noni ifodalaydimi yoki uni yaratadimi? Shu haqda munosabat bildirib o'tsangiz iltimos. Qo'shimcha manbalar tavsiya qilsangiz ham yaxshi bo'lardi Jamshid aka deb so'rayaptilar. Xo'p, agar biz til haqida, inson tili haqida gapiradigan bo'lsak, bu nihoyatda muhim belgilab o'tish kerak, chunki bu dunyoning, bu olamning har bir mavjudoti borki, ayniqsa bu tirik mavjudot bo'ladigan bo'lsa, o'ziga xos uning tili bor. Ya'ni kommunikatsiya qilish, agar tilni kommunikatsiya vositasi deb qiladigan bo'lsak, bu jahondagi barcha borliqdagi narsalar o'zaro bir-biri bilan kommunikatsiyada, ya'ni muloqotda bo'ladi. İnsonning tili esa u o'zgacha ahamiyatga ega. Bu barcha jonzotlar yoki jonsiz olamning tilidek emas. Tafakkuri haqida yuritadigan bo'lsak, albatta bu yerda biz inson tafakkuri haqida gapirayotgan bo'lamiz. Shunchaki til emas, balkim inson tili, shunchaki tafakkur emas, balkim inson tafakkuri haqida gapiradigan bo'lsak, til bilan tafakkurni o'rtasini ajratib qo'yish noto'g'ri. Til, zabon u ijtimoiy muhitda shakllanadi. İnsonni alohida bir joyga qo'yib qo'yib, odamlardan, jamiyatdan ajratib qo'ysa, uning miyasidagi tilga bo'lgan moyillik o'z o'rnini topa olmaydi, shakllanmaydi va til rivojlanmaydi. Til rivojlanmasa, unda tafakkur rivojlanmaydi. Bu unda insonda til rivojlanmay qolsa, uning tafakkuri shakllanmasa, u insonlik darajasiga chiqa olmaydi. U hayvonga o'xshagan bir mavjudot bo'lib qoladi. Bu haqida nihoyatda nazariyalar ko'p. Misol uchun Yevropada ham, Sharqda ham bu haqida ham diniy, ham falsafiy turli-tuman nazariyalarga e'tibor berish mumkin. Jumladan Noam Chomskyning lingvistik nazariyasiga ko'ra, til bu insonning tili, bu shunchaki kommunikatsiya, ya'ni muloqot qilish, axborot almashish vositasi emas, balkim tafakkur yuritish, aql yuritish vositasi deb qabul qilinishi lozim deb mana shu hozirgi zamon Nobel mukofoti sovrindori Noam Chomsky shu nazariyani ilgari suradi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, tilni tafakkurdan, tafakkurni tildan, insonning tafakkuridan ajratib qo'yib bo'lmaydigan bir xususiyat. Chunki tilning grammatikasi bor, leksikasi bor, nihoyatda murakkab tizim. Va shu hozir esimdan chiqib qoldi, ya'ni izohlarda yozib qo'yaman. Bir nemis faylasufi Zelmanmidi, shu Zdan keladi familiyasi, men izohda yozib qo'yaman. Xullas, uning nazariyasiga ko'ra tilni ya'ni tabiiy ravishda paydo bo'lgan deb bo'lmaydi. U albatta uning manbasi ilohiy degan bir asar yozadi va buni ham isbotlab ham beradiki, chunki til, ya'ni insonning tili bu borliqqa mutlaqo begona bo'lgan narsa, bu borliqda kuzatilmaydigan narsa, ya'ni mafhumiyat bilan ishlaydigan, raqamlar, zamon mafhumiyati, erta, kecha, bugun va boshqacha bir hech qaysi moddiy mavjudotda kuzatilmaydigan narsalar haqida ishlay oladigan til,
bu albatta moddiy olamning unsuri bo'lishi mumkin emas deb buni qandaydir bir mantiqiy ravishda isbotlashga uringan. Bu haqda yaqinda o'qishni boshlagan edim. Yana bu haqda yana chuqurroq bir fikrlar bo'lsa, Telegram kanalimda bu haqda yozib ulashaman va ismini afsuski unutib qo'ydim. Men ismini izohlarda ham qoldiraman. Rahmat. Yana keyingi savol, bir evolyutsiya nazariyasiga nisbatan musulmon kishi qanday pozitsiyada bo'lish kerak deb so'rayaptilar. Musulmon kishi nafaqat evolyutsiya nazariyasiga, balkim har qanday zamonaviy fanning nazariyasiga qanday munosabatda bo'lish kerak bo'lsa, evolyutsiya nazariyasiga ham xuddi shunday munosabatda bo'lish kerak. Chunki nazariyalar ular o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagan. Ularning ostida qandaydir bir amaliy tajribalar va kuzatuvlar bo'ladi va bu nazariya gipoteza emas, ya'ni taxmin emas, o'zining haqiqatga, ya'ni reallikka aloqadorligini isbotlaydigan faktual qandaydir bir bazaga, kuzatuvlarga ega bo'lgan nazariya deb qabul qilish kerak. Bu nazariya ya'ni evrilish orqali tirik jonzotlarning turli xil bosqichlaridan o'tib, evrilib, o'zgarib, yangi muhitga moslashgani, ya'ni yashab qolib, shunga moslashish jarayonini ya'ni mantiqli izchillik bilan tushuntirib beradigan nazariya va bu nazariyaning amaliy bir qandaydir bir ahamiyati ham bor. Bu nazariya ostida virusologiya, biologiya fani shakllanib rivojlanadi, meditsina, ya'ni tibbiyot fani, farmakologiya, mana shu fanlarga va ko'plab fanlarga baza o'laroq bu evolyutsiya nazariyasi ishlaydi. Endi bu yerda musulmon o'laroq qanday munosabatda bo'lish kerak deb so'raganlarda, bu yerda ko'proq uning dinga munosabat qanday deydigan bo'lsak, evolyutsiya nazariyasi ya'ni mutlaq haqiqat deb aytilmaydi. Uni qandaydir bir cheklangan bir qo'llanilishi bor. Bu nazariyani hamma narsani tushuntirib bermaydi. Hech qaysi ilm fan nazariyasi hamma narsani tushuntirib bera olmaydi. Shu jumladan Xudoning borligi yoki yo'qligi masalasida ham bu evolyutsiya javob emas. Hech qachon Darwin ham bunga da'vo qilmagan. Shunchaki shu dinga qarshi turadigan ateistlar bu nazariyani qurol qilib ishlatishadi va bu nazariya deylik moddiy jonsiz modda qanday qilib jonli moddaga o'tish bosqichini tushuntirishda ancha katta qiyinchiliklarga duch keladi. Va evolyutsiya nazariyasini biologiya fanidan, ya'ni aniq fanlar, fizika, kimyo fanlaridan nuqtai nazardan turib ham mana shu evolyutsiya nazariyasidagi kamchiliklarga e'tibor qaratishadi. Bu albatta bu fanning barcha nazariyalariga taalluqli, faqat evolyutsiya nazariyasiga emas. Bu yerda nima muammo kelib chiqadiki, afsuski bizning ba'zi bir islomdagi, musulmon da'vatchilari xristianlarning kreatsionistlar degan toifasi, ya'ni mutlaqo evolyutsiya nazarini mutlaqo inkor qiladigan shu xristianlar bilan shu zamonaviy shu olimlar o'rtasidagi bahsga musulmonlar ham aralashib qolgan. Aslida aralashish kerak emas edi. Chunki xristianlarning, o'sha kreatsionist xristianlarning nazariyasiga ko'ra, agar evolyutsiya haq bo'ladigan bo'lsa, demak biz butun boshli Bibliyani yo'qqa chiqarib, ya'ni buni inkor qilgan bo'ladi degan xulosadan tayangan holda ular qandaydir bir g'oyaviy urush olib borishadi. Musulmon kishida esa bunday muammo yo'q, chunki Qur'onda endi biz bilamiz, ko'plab oyatlar bor, ularni har xil talqin qilish mumkin. Albatta Xudo aytgani qanday, nima degan bo'lsa shunday yaratiladi deb yozilgan va shu jumladan Xudo xohlaganicha yaratadi, ya'ni mavjudotlarning bosqichma-bosqich yaratilishi, ona qornida bolaning bosqichma-bosqich evrilishi bu haqida muqaddas kitoblarda bor va shu jumladan o'zimiz ham hayotda ko'ramiz, ya'ni kuzatiladigan narsa. Bu Xudoning ishi. Xohlasa shu bo'l deganda bo'ldiradi, xohlasa evolyutsiya orqali ham yaratadi. Biri ikkinchisini inkor qilmaydi. Shuning uchun men bu yerda musulmon o'laroq hech qanaqa muammo ko'rmayapman.
Albatta, yana qaytarib aytamanki, hech qaysi nazariyani mutlaqlashtirish kerak emas, ya'ni mutlaq haqiqatni ifodalaydi. Mana shu evolyutsiya nazariyasi orqali biz u yoki bu dinni to'g'ri yoki noto'g'ri, yoki evolyutsiya nazariyasi orqali Xudo bor yoki yo'q deb isbotlash mumkin degan xato fikr bor. Aynan mana shunday jo'n tushunish afsuski dindorlarda ham uchraydi va jangovar ateistlar deymiz, ya'ni dindorlarga qarshi urush ochgan, g'oyaviy urush olib borayotgan mana shu ateistlar ham evolyutsiyani shunaqangi nazariyasini shunaqangi jo'n va sodda tushunishadi. Lekin evolyutsiya nazariyasiga bo'lgan ilmiy tanqidlar, men hozir aynan shunga urg'u beryapman, ilmiy tanqidlar bor, nihoyatda qiziqarli ularni kuzatish. Lekin shu bilan birga bu o'zini qandaydir bir zamonaviy fan texnologiya davrida o'z o'rniga ega bo'lgan nazariya, uni mutlaq inkor qilib bo'lmaydi va unga boshqa barcha ilmiy fan, zamonaviy dunyoviy fanlarga, nazariyalarga qanday munosabatda bo'lish kerak bo'lsa, shunday munosabatda bo'lish kerak. Tamom. Yana bir savol. Assalomu alaykum. Suhrob so'rayaptilar, nega ba'zi davlatlar dinni o'z nazoratida ushlab turishga harakat qilishar ekan deb ko'p o'ylar edim. Bu haqda bir tahlilchining fikrlari e'tiborimni tortdi. Uning aytishi bo'yicha islom dini hokimiyatga intiladi, unga qanchalik ko'p erkinlik berilganligi sabab uning talablari ham ortib boradi va bu bora mutaassiblikka olib keladi, xuddi hozirgi Afg'oniston kabi degan fikrlarni berib o'tdi. O'zi umuman davlat tomonidan dinga nisbatan hech qanday cheklov bo'lmasa va shu dindor qatlam ham dunyoviy davlatlardagi xalqning boshqa bir vakilining huquqlarini poymol qilmasliklar, ya'ni ikkalasini ham muvozanatda ushlab turish mumkinmi? Islom dini hokimiyatga intiladi degan gaplarga qanchalik jon bor? Bu yerda nihoyatda soddalashtirish bor albatta bu gaplarda. Birinchidan, to'g'ri, davlatlar ya'ni dinlarga emas, ya'ni dindorlar desak to'g'ri bo'ladi. Din bu o'ziga xos g'oya, bu o'ziga xos yo'nalish, o'ziga xos qandaydir bir ma'naviy bir qoidalar deydigan bo'lsak, mana shu qoidalarni, mana shu ma'naviy qadriyatlarni o'ziga asos qilib olgan insonlar, ya'ni dindorlar bilan davlat hokimiyat organlari yoki shu davlatga chiqqan boshqaruvdagi odamlar o'rtasidagi munosabat deb tushuning shu narsani. Shunchaki davlat va shunchaki din deb tushunmang bu narsani. Demak, bunday munosabat barcha davlatlarda va deyarli barcha dinlarga nisbatan, ayniqsa jahon dinlariga nisbatan bunday munosabat shakllangan, ya'ni hokimiyat va dindorlar o'rtasida. Bu dindor xoh buddist bo'lsin, xoh yahudiy, xoh nasroniy, xristian, musulmon bo'lsin, ahamiyati yo'q. Jahon qanchalik bir yirik bir din bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hukumat organlari bilan qandaydir bir munosabatda bo'lish bu nihoyatda tabiiy holat. Bu islom bilan cheklash kerak emas. Islom davlatga intiladi. Bu nima degan gap? Islom hokimiyatga intiladi deyapsiz. Islom bo'lsin, xristian dini bo'lsin, yahudiy bo'lsin, ya'ni boshqa bir yirik jahon dinlari bo'lsin, albatta uning da'vatchilari, bu dinni ko'tarib yuradigan odamlar kengroq ommaga, kengroq massaga shu yetib borishini istashadi. Bu dinning ichki xususiyati, bu hech qanaqangi bir hayron qoldiradigan narsa yo'q. Endi cheklash degan narsada hozir biz zamonaviy dunyoviy davlat deydigan bo'lsak, albatta bu yerda davlat, ya'ni biz hozir respublika davlati, dunyoviy davlat haqida gapiryapmiz. Davlat o'zini dinsiz demaydi, balkim dinlardan, boshqa barcha dinlardan o'zini xolis tutadi. Bu go'yo tutadi degan g'oya bor. Ya'ni sudya deylik, hakam, sudyaga farqi yo'q, u odam boshqa dindami, misol uchun nasroniymi, musulmonmi, farqi yo'q. Qonun, qoida hammaga bir xil bo'lishi kerak degan yondashuv bu yerda. Mana shu bizning keling o'zimizni haqiqiy o'zimiz davlatimiz haqida gapiradigan bo'lsak, bu jumhuriyat, bu respublika. Respublikada turli xil qarashdagi odamlar bor. Turli xil qarashdagi dinlar, hattoki bir din doirasida ham turli xil qarashlar, qadriyatlar, talqinlarga ega bo'lgan odamlar bor.
hokimiyatning vazifasi, konstitutsion tuzumning vazifasi bu yerda va dinsizlar ham bor, dindan uzoq bo'lgan, dinga chuqurroq kirgan, dindan unchalik chuqurroq kirmagan turli toifadagi odamlar bor va bu hokimiyat va davlat o'zini arbitr, ya'ni xolis hakam o'laroq ko'radi va qonunlarni chiqarayotganda mana shunday xolis hakamdek ya'ni uni joriy qiladi. Mana shu g'oya, asosiy g'oya. Biron bir toifa, xoh ateistlar ustun bo'lib ketish kerak emas yoki musulmonlar, xristianlar ustun bo'lib ketish kerak emas degandek bir shunaqa bir g'oya. Albatta, bu yerda bu respublika davlatida ko'pchilikning qadriyatlari birlamchiroq bo'ladi. Qonunlarda bu narsa aks etadi va qonun qoidalarning ijrosini ham hokimiyat ta'minlab berishi kerak bo'ladi. Demak, bu respublikaviy davlatning xususiyati. Shuning uchun sizga tavsiya qilaman, bunday savollarda shunaqa oson, yengil, jo'n javob qidirmang. Siz tarixni o'rganing, huquqni o'rganing, huquqning tarixini o'rganing. Manaman degan dunyoviy dindan o'zini uzoqlashtirgan davlatlarning konstitutsiyalari, qonun qoidalarining ildiziga qaraydigan bo'lsa, u qadimiy an'analar, qadimiy shu qadimdan kelayotgan diniy g'oyalar asosida paydo bo'lganligini ko'rish mumkin. Bir-birini ajratib bo'lish qiyin bo'lgan narsa. Yana siz bu mavzuda avval ham gapirib o'tgan edim. Chuqurroq tushunishingiz uchun bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, siz bir mamlakat, bir kichik mamlakat, unda faqat musulmonlar yashaydi va u yerda musulmonlarga xos qonun qoidalar joriy qilingan. Tasavvur qiling, shunaqa kichkina bir davlat. Va ikkinchi davlat, faqat u yerda xristianlar yashaydi va ular o'zining an'anasiga ko'ra, diniga ko'ra shunaqa bir davlat. Boshqa davlatda ateistlar, boshqa davlatda buddistlar yashaydi va ular bir-biriga qo'shni bo'lgan mamlakat. Xo'p, ular nima, bir-biriga urush ochish kerakmi? Bir-birini qonunini singdirish kerakmi? Yoki ular o'zaro tinchlik, totuvlik bilan yashab, o'zaro savdo sotiqqa yo'lga qo'yib, bir-birining ishiga aralashmasdan kun kechirish mumkinmi? Yoki siz tushunyapsizmi? Ha, tinchlik, totuvlik bilan yashash kerak deydigan bo'lsak, o'rtada nima paydo bo'ladi? Shartnomalar, xalqaro shartnoma paydo bo'ladi. Davlatlararo shartnoma paydo bo'ladi. Shartnoma esa bu qonun degani. Demak, mana shu mamlakatlarni, mintaqachalarni, shaharchalarni umumiylashtiruvchi qandaydir bir shartnomaviy, xalqaro shartnomaviy tizim paydo bo'ladi va bu yerda savdo sotiq, bir davlatdan keyingi davlatga kirib chiqish qoidalari, ya'ni umumiy suvlar, umumiy daryo, umumiy yo'llar haqidagi umumiy narsa haqida qandaydir bir qonun qoidalar, shartnomalar paydo bo'ladi. Bu endi sal shu narsani endi yana ya'ni o'zimizning muhitga yana yaqinlashtiramiz. Bu misolni tasavvur qiling, siz qo'shningiz, bir qo'shningiz yahudiy, boshqa qo'shningiz nasroniy, boshqa qo'shningiz ateist, boshqasi buddist, boshqasi har xil qo'shni. Nima, siz qo'shni bilan urush janjal qilasizmi? Yoki u bilan totuvlik bilan yashaysizmi? Yoki umumiy mahallani ishi ustida birlashasizmi? Sizning e'tiqodingiz sizniki, uni e'tiqodi uniki, lekin ko'cha umumiy, qo'shnichilik degan narsa bor, qo'shnichilik odobi, qo'shnining haqqi degan narsa bor, bir-biriga yegulik, bir sovg'a qilish bor va iliq bir qandaydir munosabat saqlash bor. Mana bu esa buni birlashtirib turadigan narsa qo'shnichilik an'anasi, ya'ni bir mahallada bir-biriga yaqin bo'lgan odamlarning hayot tarzi, bu qo'shnichilik an'anasi. Mana endi biz respublika g'oyasiga keldik. O'zbekiston Respublikasi 1924-yilda ya'ni mustaqil o'laroq paydo bo'lgan. Bu respublika keyinchalik buni Sovet davlatida juda mahkam ushlab turishga harakat qilishdi. Lekin uning kelib chiqishi, uning asli shu yangi zamon respublikasi kelib chiqishi bu mustaqil davlat bo'lgan edi. Hozir ham Xudoga shukr, bu davlat mustaqil davlat va undagi g'oya ham shundan iboratki, bu respublikada turli xil g'oyalar, turli xil qadriyatlar, turli xil qarashlar, turli xil madaniyatlarga ega bo'lgan odamlar yashaydi va ularni umumiy birlashtirib turadigan shartnoma bor. Bu shartnomaning nomi konstitutsiya. Demak, bu konstitutsiya hamma shu jamoalar, hamma mana shu turli xil toifalar, qatlamlar uchun
birdek ishlash kerak bo'lgan qoida. Dunyoviylik deganda ko'proq shu narsani tushunish kerak va shu davlat organlari, hokimiyat ham dinga ko'proq qandaydir bir e'tibor berayotgandek ko'rinadigan bo'lsa, demak mana shu jihatdan ko'proq e'tibor beradi qoidaga, g'oyaga ko'ra. Endi turli xil ya'ni ba'zi bir narsalar, ya'ni diniy, shu mamlakatning diniy qadriyatlariga binoan bir bayram bo'lsin yoki bir qandaydir bir xususiy bir tadbirlar bo'lsin, shunga davlat e'tibor berayotgan bo'lsa, bunda ko'pchilikning mana shu mamlakatning merosiga e'tibor berayotgan bo'ladi. Chunki bizning mamlakatimizning o'ziga xos tarixiy meros egasi, bu narsa inkor qilinmaydi. Bu bekorga aytishmaydi. Bu mamlakatdan Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan va hokazo va hokazo. Bu meros esa umumiy nafaqat bu musulmonlarniki, balkim mana shu hududda yashayotgan boshqa xalqlarni ham o'zlarini shunday bu merosga daxldor deb hisoblashlari mumkin. Tarixiy meros. Boshqa gap endi ularning e'tiqodida emas, lekin tarixiy nuqtai nazardan ularniki deb qabul qilinadi. Qadriyatlar nuqtai nazaridan qonunlarning ta'siri haqida men shu videoda gapirib o'tdim. Agar tushunarsiz bo'lsa, yana bir qayta eshitib ko'ring, yana savollar bo'lsa bering. Va bunday savollarga juda yana qaytaraman, tarixiy nazar bilan qarashni men tavsiya qilaman. Rahmat.